Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar, dunyo o'zbeklari va Ismat aka xushib. Barchangizga xayrli oqshom deyman. Men Shahrisabz shahar Qarasuv mufiyida yashovchi fuqaro Ziyatov Odiljon olimjonovchiman. Murojaatimning qisqacha mazmuni, men shu Shahrisabz shahar ichki ishlar xodimlari, ayrim xodimlari bor. Shular menga zo'ravonlik, kuch ishlatish, ma'naviy, moddiy zarar yetkazgani bo'yicha 2024-yil 23-oktyabr kuni DXXga Shahrisabz DXXga ariza bilan murojaat qilganman. Shu ichki ishlar xodimlarini bo'yicha. Mana shu murojaatim bo'yicha bu 2024-yil 28-oktyabr kuni, noyabr kuni Shahrisabz shahar prokuraturasidan javob xati olganman. Unga ko'ra 83-moddasi 2-bandiga asosan jinoyat ishi qo'zg'atish, rad qilish haqida qaror qabul qilingan. Sizga murojaat qilganimdan keyin, videodan keyin mana shu Shahrisabz prokuraturasi yordamchisi boshchiligida meni boshqatdan video syomkaga olib murojaatimni olgan va yozma ravishda ham murojaatimni oldi. Bo'lgan voqealar bo'yicha batafsil axborot berganman. Lekin men shu paytgacha na arizamdan javob bor, na narsa bor. Yaqinga borsam prokuratura xodimlari bu ishi yana rad bo'lgani bo'yicha og'zaki murojaat qilyapti, aytibdi. Nikilli qarordan nuqsa berishga, men o'sha qaror bilan tanishishimga bular qarshilik qilyapti. Bu chunki tanish bilish buni ichki ishlarda hech qachon bo'lishi mumkin emas, u jinoyat yo'qligini. Men Shahrisabz shahar prokuraturasiga bu bo'lgan voqealar bo'yicha har taraflama isbot dalilgacha aytganman. Chunki meni olib borgan paytiga uchastka xonasiga qo'limga narushnik bilan tiqib olib borgani bo'yicha video syomkasiga mana shu Shahrisabz shahar GAI boshlig'i lavozimga ishlagan Yangiboyev Farhod buni qo'l telefoniga meni videoga tushirgan. O'sha videoga tushirgan paytiga ham men qo'limga narushnik borligini ko'rsatganman. Tushuntirish xati yozib bermaganimdan keyin Yangiboyev chiqib ketgandan keyin yaralib bir xonib meni urib 2-3 marta betonga dumg'uzam bilan ko'tarib yerga taylaganlari va mazam bo'lmagani bo'yicha, qo'l telefonimni sindirgani bo'yicha, 5 million pulimni kistamdan olib qo'yganligi bo'yicha, barchasi bo'yicha men video murojaat ham, og'zaki ham, yozma ham yozib berganman. Lekin bularni birontasiga jinoyat alomati yo'q deb prokuratura yopti qilyapti. Sababi bular hammasi tanish bilish birligi. Qandoq shunga soppa-sog' odamni ko'chadan ushlab narushnikka tiqib, bitta portal bo'yicha olib borib urib, majburlab jinnixonaga tiqish. Niyati uchastko'ylarni niyati yaralib mayor uchastka nozirining boshlig'i leytenant M. Burxonovlar ular niyati boshqa edi. Men o'sha paytda yaralib meni qo'limdan ushlab, kissamga qo'lini tiqqan paytda men yoqasidan ushlashim kerak edi. Bu leytenant Burxonov qo'l telefoniga video syomka tushirayotgan ekan. O'shani bilib turganim uchun, ko'rib qolganim uchun men o'zimni tiydim. Bo'lmasa ular boshqa niyat bilan olib borib tiqishaydi. Bu 2022-yil narkotik bilan ham meni pastlabga qilgan bor narsa u. Mana hozirgi kunga ham mana shu mayor yaralib menga necha marta o'sha aytgan, seni baribir narkotik bilan yana qamayman, seni buyoqqa yurish turishingni qo'ymayman deb menga ko'p gaplarni katta gapirgan. Bu bo'yicha shuncha murojaatimni mana shu Shahrisabz shahar prokuraturasi yopib kelayotgani bo'yicha men noroziman. Qonuniy chora ko'rishiga Ismat aka sizdan iltimos qilaman. Qonuniy chora ko'rishlarini so'rayman. Men bunday lavozimga bunday uchastko'ylar bu yo'q emas, bor. Bu Shahrisabz shahar bu ichki ishlar xodimlari bulardan qo'rqib yashashimiz kerak. Nima desa xo'p deb bosh egadigan bo'lishimiz kerak. Prokuratura buni yopti qilib keladi. Iltimos mana shu tema bo'yicha yordam berishingizni so'rayman.